Diqqat, ogoh bo'ling. O'zbekistonda 23-mart kunidan 26-martgacha kutilayotgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu ma'lumot boshqalarga ham tezda yetib borishligi uchun bor yo'g'i video ostiga bir donadan like bosib, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Siz shu orqali bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-25 mart kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 26-mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 23-mart kuni 7-12 daraja iliq, 24-26-mart kunlari 8-13 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-25 mart kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 26-mart kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-mart kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 24-26-mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 23-mart kuni 20-25 daraja iliq. 24-26-mart kunlari 22-27 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-mart kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 24-26-mart kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-mart kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 24-26-mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 23-24-mart kunlari 20-25 daraja iliq. 25-26-mart kunlari 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-mart kuni ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Baland tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 23-mart kuni sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. 24-26-mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 23 va 26-mart kunlari 3-8 daraja iliq, 24-25 kunlari 1-6 daraja iliq, kunduzi 23-mart kuni 5-10 daraja iliq, 24-26-mart kunlari 10-15 daraja iliqqacha ko'tariladi, deyiladi xabarda. Azizlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos video ostiga bor yo'g'i bir donadan like bosib kanalimizga obuna bo'ling.